iqtisodiy o'sishda bitta mamlakatning yoki bitta korxonaning yanada ham rivojlanishi, yanada ham texnika texnologiyalarning rivojlanishiga aytilar ekan. Iqtisodiy o'sishning ikki taraflama ko'rishimiz mumkin ekan, salbiy jihatlari va ijobiy jihatlarini. Ijobiy jihatlari bu bevosita o'sha mamlakatning nufuzini ortishi yoki o'sha korxonaning yanada rivojlanib borishi, misol uchun yoki mamlakatdagi aholining yanada rivojlanishi, malakasini oshirishi, texnika texnologiyalarning rivojlanishi, yangiliklarni kirib kelishi bu ijobiy tomonlari hisoblanar ekan. Korxonaning o'sha yoki iqtisodiy o'sishning salbiy taraflari ham mavjud bo'lib, ular quyidagilar hisoblanar ekan. Misol uchun o'sha korxonada qayta o'sha korxonaning ishchilari malakalarini oshirishi kerakligi yoki o'sha har bitta masalan mamlakat oladigan bo'lsak, agar mamlakatning o'sha aholi sonini ko'payib borishi bu salbiy taraflari hisoblanar ekan. Xo'p, yana iqtisodiy o'sishning intensiv va ekstensiv yo'llari mavjud bo'lib, intensiv yo'llari bu bevosita o'sha mamlakatda bo'lib turgan resurslar, omillardan foydalangan holda nima o'sha mamlakatni yanada rivojlanishiga olib keladi. Mamlakatda yoki korxonada yangi texnika texnologiyalarni, yangi ishchilarni yoki yangi ishchi malakalarini oshirish orqali ularni jalb etishi hisoblanar ekan. Xo'p, bizlar aytishimiz mumkinki, bitta korxonani misolida u yerda misol texnika texnologiyalarni bizlar jalb qiladigan bo'lsak agar, ish faoliyatimiz tezlashadi, yanada rivojlanadi, yangi mahsulotlar bozorda ishlab chiqaradi va raqobatbardosh mahsulotlarni kengaytirishga olib keladi.